Onda odamlarga yo'l bermasdim. Bu yerda bilet o'rdaklar qachon o'takin deb kutib turishimni qaranglar. Mashinalarda ahamiyati yo'q akalar. Mercedes'dami, Bugatti'dami, lekin odamlarga o'xshab bularga o'zini olib o'tmayapti, kibrlanib, tez-tez o'tib ketishyapti. Молодец, ancha-muncha dalboyoblardan tarbiyaliroq o'rdak ekansizlar. Mashina yo'lda tursa, hattoki nomeriga qarab odamning muomalasi o'zgaradi. Nomerida 7 yoki 0 bo'lsa bo'ldi, krutoy. Nomerida 7 bilan 0 bor ekan. Hamma narsa можно. Chunki mening nomerimda 3 ta 7 bor. Men James Bondman, James Bond. Bu tabiat bilan asfaltga ahamiyat beringlar, uylarda akkuratligiga akalar. Mana stalbalarda hech qanaqa kameralar, xohlaganinglarda yuraverasizlar. Odamlar o'zlari bu yerda shoshilmasdan yurishadi. Akkuratni. Videoga olib sekin ketyapman ekan, umuman tezligiga qaramasdan mana orqamdagi mashina sabr qilib ketyapti. Bir marta ham margat qilib qo'ygani yo'q. Erkak kelganimdan beri mashinalar margat qilishi nimaligini ko'rganim yo'q. Behazil shoshiladimi yo'qmi, ular sabr qilib ketadi. Kim bu yerda qo'qqoq odamlar remont ahmaydi. Bizda shunaqa qo'qqoqmisan, duxing yo'qmi, kurtoy emasmisan, remont taqobsan deydi. Bu yerda o'zini hayotini, xavfsizligini o'ylagan odamlar hammasi remont taqadi va bu norma. O'rdak bilan boshlanib, remont bezopasnosti bilan tugadi. Pizza.